Assalomu alaykum do'stlar, sizlarga elatimizda yangilikni aytib o'tacakman. Bu yoq tarafimiz Pichoqchi tarafdan kelish, Qazarchi tarafdan oldimizda Lezikan, G'iyoschikan bo'ladi. Undan o'tib kelasiz. Bu yoq tarafimiz Dimitrov tarafdan kelish, Ko'naqiva yo'li bo'ladi. Shunday o'ng tarafga yurasiz, 150 metrdan keyin do'kon bo'ladi oldimizda. Qo'limizda qo'ja market bo'ladi. Oldimizda Qazanbek bobo qabristoni bo'ladi. Tak, hozir do'konimizning qulayliklari bilan sizlarni ichkarida tanishtirib o'tamiz. Do'konimizning eng katta qulayliklaridan biri bizda bankomat bo'ladi. Eldillari Qazarska bag'atga borib, nalichka plastikdagi pullarni nalichka turgan bo'lsangizlar, hozir kelib bemalol shu yerda nalichka pul olib ketishingiz mumkin. Yana bir narsa aytib o'tacakman. Do'konimizda xudo xolasa kelaverasizlar, assortimentlar ko'p. Uy ro'zg'orga kerak bo'lgan narsalardan shuda bitib ketaverasizlar. Hammangizni kutib qolamiz, kelaverasizlar.